Ertalabdan charchoq, holsizlik va sababsiz soch to'kilishi hamda tirnoqlardagi oq dog'larning paydo bo'lishi. Assalomu alaykum. Bugun Hayot balansi kanalida aynan ruh yetishmovchiligi, ya'ni xalq tili bilan aytganda sink yetishmovchiligini ko'rib chiqamiz. Hamda sinkning qanchalik mo'jizali element ekanligini va uni ichmasangiz nima bo'lishini, ichganingizda dozirovkasi qanday bo'lishi kerakligini bilib olasiz. Hamda bizni Hayot balansi kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying hamda o'zingizni yaqinlaringizga bu foydali ma'lumotni tarqating. Ruh elementi tananing o'zi ishlab chiqara olmaydigan mikro element hisoblanadi va bu mikroelement o'zi mikroelement bo'lishiga qaramasdan makro jarayonlarni boshqaradi. Aynan bizning asablarimizni qo'llab-quvvatlovchi vitamin B12 tarkibida, ya'ni sianokobalamin tarkibidagi asosiy modda ligand holatida bu sinkdir. Aynan sink yetishmovchiligi B12 yetishmovchiligiga hamda butun nervlardagi impulslarning yaxshi aylanmasligiga ham sabab bo'ladi. Undan tashqari ko'plab bel og'riqlari, asab kasalliklari, miyaning oq moddasi buzilishlari aynan ruh elementining uzoq muddatli yetishmovchiligi natijasi o'laroq tanada yuzaga keladi. Ruh elementiga dietolog nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, u immunitetning qalqoni hisoblanadi. Ya'ni leykositlar va limfositlar ishlab chiqarilishida ruh elementi juda ham katta o'rin tutadi. Aynan shu o'rni o'laroq bizning tanamizda u element tushib ketishi natijasida tirnoqlarda oq dog'lar paydo bo'lishni boshlaydi, sochlar esa o'z-o'zidan to'kilishni boshlaydi. Ko'pchilik temir yetishmovchiligidan sochlar to'kiladi deyishadi, lekin aynan ruh yetishmovchiligi natijasida esa bizda birinchi bo'lib sochlar to'kilishni boshlaydi. Keyinchalik ruh yetishmovchiligi aynan temir yetishmovchiligini ham keltirib chiqaradi. Bu gem moddasi miqdori normada bo'lsa ham bizning tanamizda ferritin yetishmovchiligiga hamda sinkning aynan ruh moddasining kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Ruh moddasini lekin bitta nyuansini aytib o'tish kerak. Ko'p iste'mol qilingan paytda u tanadan mis o'zlashtirilishini yuvib yuboradi. Ya'ni mis o'zlashtirilishi tushib ketadi. Buning natijasida esa oshqozon ichak kasalliklari rivojlanishi mumkin. Bu masalaga alohida to'xtalamiz. Ruh elementining yana bir muhim xususiyati u gormonal boshqaruvga ta'siridir. Gormonal boshqaruvga ta'siri quyidagicha. Ya'ni bizning tanamizdagi B12 miqdori yetishmovchiligi aynan testosteron, erkaklarda testosteron, ayollarda esa tuxumdon faoliyatiga ta'sir bilan baholanadi. Aynan sink yetishmovchiligi natijasida ayollarda polikistoz jarayonlari, erkaklarda esa testosteronning yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Bunda qondagi erkin testosteron miqdori ancha kamayib ketadi. Natijada erkaklarda soch to'kilishi, jinsiy zaiflik va shunga o'xshagan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Va eng muhim qismi, moddalar almashinuvida ruh moddasi aynan insulin ishlab chiqarilishi, insulinning hujayralar bilan munosabatini ta'minlab beruvchi mikroelement hisoblanadi va shuning natijasida qandga bevosita ta'sir qiladi. Aynan ruh yetishmasligi natijasida qand miqdori ko'tarilib ketishi, diabetik holatlar yuzaga kelishi ham mumkin. Bu fikr aynan ruh moddasining uzoq muddatli surunkali yetishmovchiligiga taalluqlidir. Endi eng muhim narsa, sizning tanangizda ruh moddasini yetishmayotganligining 5 ta asosiy belgisini ko'rib chiqamiz. Va bu 5 ta belgini bilish orqali sizning tanangizda ruh yetyapti yoki yetmayapti degan xulosaga kelishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi belgi bu soch va teridagi muammolar. Soch to'kilishi, soch ildizlarining zaiflashuvi, sochning ingichkalashib qolishi va undan tashqari yuzdagi husnbuzarlar. Husnbuzarlar ham aynan ruh moddasi yetmayotgan paytda, aynan sink yetishmovchiligi paytida yuzaga keladi. Chunki terida A bilan E vitaminlari aynan ruhga nisbatan to'ldirib turiladi va ruh moddasi yetishmagan paytda teri quruqlashadi hamda unda bakteriyalarga qarshi xususiyat yo'qoladi. Undan tashqari terining pH muhiti ham o'zgaradi. Bu esa bizning tanamizda akneni, ya'ni husnbuzarlarning chiqishini to'xtatadi. Ikkinchi belgisi esa ta'm va hid bilishning o'zgarishidir. Ta'm va hid bilishning o'zgarishi ham aynan ruh elementi yetishmovchiligi bilan bog'liq. Aynan ruh elementi natijasida biz fermentlarni aktivlaymiz va fermentlar orqali, retseptorlar orqali hid va ta'mni seza olamiz. Agar bizning tanamizda retseptorlardan ajralayotgan fermentlar yetarli miqdorda bo'lmasa, ovqatlarning ta'mi bizga yoqmaydi yoki bo'lmasam ovqatdagi ta'mlarni to'la his eta olmaymiz.
Lekin yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bizning tanamizda sink elementi juda ham ko'payib ketgan holatlarda aynan bizni tanamiz ko'ngil aynishi bilan, qusish bilan javob beradi. Ya'ni siz sink ichib borayotgan bo'lsangiz, ko'nglingiz aynayotgan bo'lsa va qusayotgan bo'lsangiz, demak sizning tanangizda sink elementi yetarli miqdorda. Va uchinchi eng muhim belgi bu tirnoqlarda oq dog'larning paydo bo'lishi, ya'ni leykonixiyadir. Leykonixiya oq dog'larning paydo bo'lishini ko'pchilik xalqchil tarzda gijja bilan bog'lashadi. Ha, to'g'ri, gijja bilan bog'lanishi to'g'ri. Chunki gijja kasalliklari o'laroq bizning tanamizda ko'plab miqdorda vitaminlar yo'qotilishi, B guruh vitaminlarining pasayib ketishi yuzaga keladi. Aynan rux elementi B12 tarkibiga kirganligi uchun ham bu tirnoqlarda aynan oq dog'larni keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. To'rtinchi belgi esa hammada uchrab turadigan tez-tez kasal bo'lish. Oddiy shabadada ham tez kasal bo'lib, bir haftalab og'rib yurish. Bu tanada sink elementini aynan yetmayotganini bildiradi va sizning tanangizdagi bu muammolarni yo'qotish uchun sinkni bazaviy dozada, ya'ni 15 mg dan toki 30 mg gacha iste'mol qilishingiz mumkin. Va eng muhim belgi, 5-belgiga to'xtalamiz. 5-belgi bu asabiylik va xotiraning pasayishi. Yuqorida aytib o'tganim kabi B12 undan tashqari bizning tanamizdagi gamma aminobutrik kislota ishlab chiqarilishiga ham sink elementi bevosita ta'sir qiladi. Natijada GABA, ya'ni gamma aminobutrik kislota miqdori tushib ketadi. Bu esa odamning kayfiyatini buzilishiga, tez asabiy bo'lishiga hamda xotirasining pasayishiga sabab bo'ladi. Bu qonning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarining pasayganidan dalolat beradi. Endi esa biz rux elementi bilan qanday qilib to'yinish mumkinligi haqida to'g'ri ma'lumotni beramiz. Rux elementi bilan qanday qilib to'yinish mumkin? Birinchi navbatda Sport Nutrition do'koniga borasiz, rux elementini 30 mg ligini olasiz va ichishni boshlaysiz. Ha, to'g'ri, bu oson usul. Lekin tabiiy manbalardan ham biz tanamizni to'ldirishimiz mumkin. Bunday holatda biz birinchi navbatda dengiz mahsulotlariga qarashimiz kerak. Agar dengiz mahsulotlari imkoniyati bo'lmasa, bu ikkinchi navbatdagi mahsulotlar. Bu aynan qizil go'sht, qo'y go'shti va mol go'shtiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, go'shtning ham narxi qimmatlashib ketyapti. Bunday holatlarda esa siz yong'oq va dukkakli mahsulotlar tarkibidagi sinkga murojaat qilishingiz mumkin. Undan tashqari, sinkga eng boy bo'lgan mahsulot bu qovoq urug'idir. Qovoq urug'ini kuniga bir siqimdan, ya'ni 50-60 grammdan iste'mol qilingan paytda sinkga bo'lgan ehtiyoj to'ladi. Lekin ko'ngil aynishi keltirib chiqarish ehtimolliklari mavjud. Lekin yana bir narsani aytishim mumkinki, birinchi usul aynan Sport Nutrition do'konidan olgan sinkingiz ham aynan qovoq urug'idan olingan bo'lishi mumkin. Chunki unday vitaminlar tarkibini ustida aynan qovoq urug'idan olingan degan yozuv chiqadi. Buni ingliz tilida mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Lekin bundan tashqari sinkni o'ta darajada yetishmovchilik holatlarida uni 50 mg gacha mis bilan birgalikda iste'mol qilish kerak. Chunki sinkni o'zi iste'mol qilingan paytda misni yuvib tashlaydi. Natijada uni mis bilan birgalikda iste'mol qilinsa, misni yuvishi ancha kamayadi. Mabodo yuvgan taqdirda ham sink yonidagi mis o'zi balansni to'ldirib qo'yadi. Yana bir muhim tavsiyani shu yerga to'g'ri aytib o'tishim kerakki, bizni tabiiy ravishda, ya'ni dukkaklilar, yong'oq va hokazo dukkakli mahsulotlardan sinkni olayotgan paytimizda shu narsaga e'tibor beringlarki, bu elementlarni tarkibidagi kletchatka, lixinin moddasi aynan sinkni so'rilishiga qarshilik qiladi. Shuning uchun ularni iste'molidan oldin taxminan yarim soat, 1 soatgacha ivitib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shundagina kletchatka miqdori ancha yumshaydi va u gidrolizlanadi. Gidrolizlanishi natijasida sink o'zlashtirilishiga qarshilik qiluvchi lixinin moddasi esa parchalanadi va natijada sink bizning tanamizga oson kirib keladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rux elementi bu sizga yoshlik, kuch, go'zallik va barcha yaxshi narsalarni beruvchi modda. Lekin bor, har bir organizm individual xususiyatlarga ega. Yana bir narsani unutmangki, har qanday yaxshi narsani haddan tashqari ko'p qo'llaniladigan bo'lsa yoki umuman bilmasdan turib qo'llaniladigan bo'lsa, bu uning aks ta'sirlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni shifokoringiz bilan maslahatlashing, har doim
o'zingiz Hayot balansi kanalini kuzatib boring. Chunki ushbu kanaldagi ma'lumotlar sizni hayotingizni balansga soladi hamda eng to'g'ri ma'lumotlarni yetkazib beradi. Va bizning mehnatimizni qadrlagan holda like, kommentariyni ayamang. Chunki kommentariyada qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, biz uchun bu juda ham yaxshi. Sizning savollaringizga 24 soatda va 7 kun davomida javob berishga tayyormiz. Hamda eng kerakli mahsulotlarni Sport Nutrition do'konidan xarid qilishni unutmang.